Qobuldagi Eron elchixonasi. Eron qat'iy ogohlantirishdan so'ng Tramp energetika infratuzilmalariga hujum qilish rejasidan voz kechdi, deya xabar berdi Eron elchixonasi. Donald Trampning Eron bilan kelishuvlari haqidagi bayonotidan so'ng neft narxlari keskin tushdi. Brent nefti taxminan 11% ga tushib, $100 atrofida bo'ldi. Eronga yaqin ommaviy axborot vositalarining ma'lum qilishicha, Tramp bilan hech qanday muzokaralar bo'lmagan. Shuningdek, ularning da'vosiga ko'ra, Tramp Eronning ehtimoliy javob zarbasidan qo'rqib orqaga chekingan, dedi Eron ommaviy axborot vositalari. Donald Tramp Eronning energetika obyektlariga zarba berishni 5 kunga kechiktirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan davom etayotgan muzokaralar natijasiga ko'ra, mamlakat elektr stansiyalari va energetika infratuzilmasiga rejalashtirilgan barcha harbiy zarbalarni 5 kunlik muddatga to'xtatib turish haqida harbiy departamentga ko'rsatma berdi. Isroil moliya vaziri: Litaniy daryosi biz bilan Livan o'rtasidagi chegara bo'lishi kerak. G'azo sektori hududining 55%ni nazorat qilayotganimiz kabi Livanda ham shunday qilishimiz kerak, dedi Isroil moliya vaziri. Eronning ballistik raketalari va kassetali o'q-dorilar 23-mart kuni erta tongda Tel Aviv, Kiryat va Ashkelondagi nishonlarga zarba berib, Isroil havo mudofaa tizimlarini yorib o'tdi. Halok bo'lganlar va keng ko'lamli zararlar haqida xabarlar mavjud. Isroilning sobiq parlament deputati: biz uchun juda yaxshi holat yuz bermoqda. Biz Masjidul Aqsoni yopishda davom etyapmiz va hech narsa bo'lmayapti. Hech kim e'tiroz bildirmayapti. Bu bizni mintaqaviy kuchga aylanib bo'lganimizni anglatadi, dedi Isroilning sobiq parlamenti deputati. Masjidul Aqso Eron bilan urush boshlangan kunlardan buyon Isroil askarlari tomonidan yopilgan. Hatto bu yil u yerda hayit namozi ham o'qilmadi. The Jerusalem Post nashri keltirgan 2 manbaga ko'ra, Eronning zarbalari davom etsa, Saudiya Arabistoni to'g'ridan-to'g'ri harbiy javob qaytarishi mumkinligidan xavotirlanib, ushbu mamlakat va Qatarga hujumlarni cheklashga qaror qilgan. Biroq Kuvayt, Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklariga zarbalar odatdagidek davom etmoqda. The New York Times ma'lumotlariga ko'ra, Benyamin Netanyahu yopiq eshiklar ortida Mossad operatsiyalari natijalaridan norozi ekanini bildirgan. Xabarga ko'ra, Mossad tomonidan Eronda qo'zg'olon chiqarishi haqida berilgan va'dalar amalga oshmagan. Shuningdek, u uchrashuvlardan birida Donald Tramp istalgan paytda urushni to'xtatishi mumkinligini aytgan. Nashrning ta'kidlashicha, Netanyahu bahosiga ko'ra, Mossad operatsiyalari hozircha sezilarli natija bermagan.